يأخذ وقتا طويلا. uzoq vaqt oladi. Misol: يأخذ هذا العمل وقتا طويلا. Bu ish uzoq vaqt oladi. Ikkinchisi: يبذل جهدا. harakat qiladi. Misol: يبذل الطالب جهدا كبيرا في الدراسة. Talaba o'qishda katta harakat qiladi. يلعب دورا. rol o'ynaydi. Misol: يلعب الأستاذ دورا مهما في تعليم الطلاب. Tarjimasi: o'qituvchi o'quvchilarga ta'lim berishda muhim rol o'ynaydi. يقوم بعمل. ish bajaradi. Misol: يقوم الموظف بعمل جيد كل يوم. Xodim har kuni yaxshi ish qiladi. يتخذ قرارا. qaror qabul qiladi. Misol: يتخذ المدير قرارا صائبا في الوقت المناسب. Direktor o'z vaqtida to'g'ri qaror qabul qiladi. يشعر بالسعادة. baxtli his qiladi. Misol: يشعر الولد بالسعادة مع أصدقائه. bola do'stlari bilan o'zini baxtli his qiladi. يعاني من مشكلة. muammoga duch keladi. Misol: يعاني الرجل من مشكلة في العمل. kishi ishida muammoga duch keladi. يقضي الوقت ممتعا. maroqli vaqt o'tkazadi. يقضي الأطفال وقتا متعة في اللعب. bolalar o'yin o'ynab vaqtini maroqli o'tkazadi. يحصل على فرصة. imkoniyatga ega bo'ladi. Misol: حصل الطالب على فرصة للسفر. talaba safar qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. يحقق حلما. orzusini amalga oshiradi. Misol: يحقق الشاب حلمه بالنجاح في العمل. yigit ishda muvaffaqiyatga erishib orzusini amalga oshiradi.